Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidamiz. Hop, transformatorimiz 10/04 630 kilolik transformator. Biz bu yerga elektr hisoblagichlarni 10 yuqori va past kuchlanish tomonlariga elektr hisoblagichlarni o'rnatish uchun keldik. Transformatorlarimiz texnik pasporti. Счетчикlarimiz 5 amperli счетчикlar. Tok transformatorlarimiz litiy boksidli 50/5 tok transformatorlarimiz mana. Tepimiz ikkita tomondan ta'minlangan. 10 kilovolt tomon ikkita tomon bilan ta'minlangan. Mana o'rtasida transformator напряжение turibdi. Transformator напряжение ko'rsatib o'tgandek NTM 10 markali. Bu ikkita tomon bilan ta'minlangan. Tepadan 10 kilovolt bor hozir. Ruchnoy o'tkaziladi birinchi va ikkinchi tomonlariga. Buni avtomatik tarzda ishlashini ham ta'minlashimiz mumkin, faqat 10 kilovoltli yacheykalarni yig'ib, averlarni qo'yib, avtomatik tarzda birinchi tomonda pitaniya yo'qolsa, ikkinchi tomonga o'tadigan qilib nadejniy qilsak bo'ladi. 10 kilovoltni rezervniy tarafiga mana tok transformatorimizni o'rnatdik. Hozir narigi tomonda asosiy pitaniya tomoniga o'rnatyapmiz. Bu tomoni asosiy pitaniya tomoni. Hop. Tok transformatorimizni o'rnatyapmiz. Hop, ikkinchisi turibdi. Xudo xolasa buni ham o'rnatib, hop, transformator напряжение ko'rinib turibdi. NTM 10. Shu orqali tok transformatorlarimizni bog'lab, счетчикga bog'lab, ya'ni xudo xolasa 10 kilovolt va 0.4 tarafiga 100 voltli 5 amperli счетчикlarimizni, elektr hisoblagichlarimizni chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Ishlarimiz deyarli yakuniga yetdi. Xudo xolasa tok transformatorlarni qo'ydik. Hop. Hozir liniyamiz ochiq, bu tomondan ta'minlangan ham, ikkala tomon ham ochiq. Hop. Transformator напряжениялari xudo xolasa ulandi, bekalari qo'yildi. Kuchlanish transformatorlarimiz mana shu. Hop. Bu tomonda ikkinchi tomonda, ya'ni liniyadan ta'minlangan 10 kilovolt tomonimiz. Hadi. İşlerimiz yakuniga yetdi. Hatta счетчикlar qatirilyapti. İşlerimizni yakuniga yetkazdirdik. Transformatorlarni sifatli qilib o'rnatish, uni yoqish, ishga qo'yish va barcha turdagi elektr xizmatlari bo'yicha o'zimizga murojaat qilinglar. Sizlarga ishlaringizni sifatli qilib amalga oshirib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.